Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, mana M-katta ketyapmiz do'stlar, ko'rib turganlaridek. Shunaqangi sifatli resmi avtobusimiz Toshkent avtovokzaliga Sobrahimga yo'lga chiqyapti do'stlar. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, sifatli reyslarni do'stlar tanlovda adashmanglar, bemalol behijolat aka-ukalar. Shunaqangi resmi avtobusimiz sizlar uchun jigarlar. Mana ko'rib turibsizlar. Avtobusimiz yo'lga chiqyapti. Toshkent avtovokzaliga ketmoqchi bo'lgan fuqarolarga tavsiya qilamiz, bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotlarni o'rganinglar do'stlar. Mana ko'rib turibsizlar, Toshkent avtovokzali Sobrahimgacha ketmoqchi bo'lgan fuqarolarga tavsiya qilamiz do'stlar. Katenlik avtovokzalidan qo'zg'algan komfort lyuks avtobuslarimiz do'stlar. Tanlovda adashmanglar. Qadrli yurtdoshlar, mana Nukatdan o'sha yo'lga chiqib ketdik.